Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana bir loyihamizni kichik obzorini ko'rib chiqamiz. Ushbu loyihamiz Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan. Umumiy hududimiz 6 sotixga teng va bu hududga teng 3 ta kottedj qurishimiz kerak edi. Ya'ni 2 sotixdan 3 ta kottedj qurishimiz kerak. Hududimizning alohida tomonlaridan biri old tomonda ham, orqa tomonda ham yo'l bor edi. Va orqa tomonning yo'l juda serqatnov yo'l hisoblanadi, juda shovqinli yo'l edi. Hududimizning ko'cha tomoni 27 metrga teng, uzunligi bo'lsa 20 metrga teng edi. Shunda deyarli 6 sotix, aslida kam 6 sotix chiqyapti. Shuni teng 3 ga bo'lishimiz kerak bo'ldi. Mijozimiz haqida gaplashadigan bo'lsak, mijozimiz tadbirkor, savdo-sotiq bilan shug'ullanadilar. Oilali, uylanganlar, farzandlari bor va ushbu uyda yashash keladigan 4 ta aka-ukalari bor edi, ota-onalari va 4 kishiga mo'ljallangan bo'lishi kerak edi. Bu mahallada mijoz hozir yashayotgan o'zining uyi bor. Shunda oldida 6 sotixlik hozir hududimiz bor edi. Shuni 3 ga bo'lib, o'ziga va ikkita ukasiga joy qilmoqchi edi. Ya'ni butun oila bilan shu ko'chada istiqomat qilishni reja qilishgan edi. Mijozning xohish-istaklarini bilish uchun biz mijozga brief anketa beramiz. Ya'ni ushbu anketada loyiha uchun kerak bo'lgan barcha savollar bo'ladi va shu savollarga javob bergandan keyin biz aynan shu savol-javob orqali loyihani qilamiz. Briefda qanday savollar bo'ladi? Umumiy ma'lumotlar, loyihaning maqsadi, funksional talab, umumiy yo'nalish, uslub, umumiy budjet eng asosiylardan biri va muddat. Loyiha uchun qancha muddatimiz bor? Va alohida qo'shimcha izoh deymiz. Ya'ni agar mijozda maxsus talablari bo'lsa, u kiritib ketiladi. Misol uchun oilada balkim maxsus qarovga muhtoj insonlar bo'lishi mumkin. Ularga alohida sharoit qilish kerak bo'lsa, maxsus izohlar bo'limida kelib uni yorib ketish kerak bo'ladi. Mijozimizning talablaridan biri kottejlarimiz 2 sotix bo'lgani bilan har birida yozgi oshxonasi bo'lishi kerak edi va shu bilan birgalikda yashil hudud ham ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni paradoks bir to'lag'an narsa, lekin biz bunga yechim berib ketganmiz, davomida ko'rasizlar. Umumiy yo'nalish, soddalik, funksionallikni saqlab qolgan holatda soddalik, ya'ni minimalizm uslubida to'xtadik. Ushbu uslubga yaqin bo'lgan barcha ishlarimizni referensdan ko'rsatdik. Mijozga va uning hayot tarziga ushbu uslub juda mos keldi. Texnik talablarga keladigan bo'lsak, mijoz uyida qanaqa qurilishi, qanaqa materiallardan foydalanishini to'liq mutaxassisga topshirdi. Ya'ni biz uchun erkin ijod edi. Xohlagan materiallarimizdan xohlagan yo'nalishda ishlashimiz mumkin edi. Umumiy budjetga to'g'ri keladigan bo'lsak, mijoz premium xonadonlar, ya'ni yaxshi materiallar ishlashimiz kerak edi va ancha-muncha erkinlik bor edi biz uchun. Va bu loyihada biz juda mazza qilib ishladik. Loyiha uchun umumiy 1 oy muddat oldik va bu muddatga hujjatlash jarayoni kirmaydi. Ko'pchilik shu qatorda mijozimiz ham men uchun juda ko'p muddat, ya'ni 1 oy dedi, chunki boshqa studiyalarni surishtirganda 1 haftadan 2 hafta maksimum 10 kun sirib olishgan ekan va biz ularga nimaga 1 oy vaqt qizishdan tushuntirib berdik. Biz ushbu muddat ichida birinchi bo'lib analiz bilan shug'ullanamiz. Umumiy hududni o'rganib chiqib, plus-minuslarni topishimiz kerak va eng asosiylardan biri mijozning hayot tarzini o'rganib chiqishimiz kerak. Chunki mijoz ertaga bu uyda butun umr o'tkazadi va butun umr davomida bu loyihamizni, ya'ni bu qurilgan uyimizni mijozning hayotiga juda mos tushishi kerak. Keyin esa umumiy konsepsiya tuzishga o'tamiz. Umumiy konsepsiyada yo'nalishlar qanaqa bo'lishi, tashqi ko'rinishlari, materiallari, umumiy landshaftlari barchasi birma-bir ko'rib chiqiladi. Bunga ham o'rtacha 3-4 kun vaqt ketadi. Va shularning hammasini o'zimiz o'zaro ko'rib chiqqanimizdan keyin ushbu yo'nalishni konsepsiyani mijoz bilan maslahatlashamiz. Mijoz ham tasdiqlagandan keyin dastlabki planda ko'rinadi. Dastlabki plan, ya'ni eskizniy planlar hozir 1-2 etajlari planировкасы ko'rsatiladi. Planlar ustida ishlanadi. To mijoz yoqadigan etap kelgandan keyin, mijoz tasdiqlagandan keyin, undan keyin fasad qismiga o'tishimiz mumkin. Fasad qismini ham alohida o'zimiz ko'rib chiqamiz, har xil modellarni ko'rib chiqamiz, variantlarni ko'rib chiqib, o'zimizga jamoaviy tanlagan eng yaxshi variantlarni keyin mijozga ko'rsatamiz. Mijoz fasadda tasdiqlagandan keyin umumiy vizualizatsiya o'tiradi. Ya'ni har bir jarayonni, har bir etapda mijoz tasdiqlanadi va umumiy vizualizatsiya tayyor bo'lgandan keyin mijozga ko'rsatiladi. U yoqqandan keyingina ishchi tizimga o'tishimiz mumkin. Va общий shu umumiy jarayonga bizning tajribamizda o'rtacha 1 oy ketadi va endi sizlar bilan planirovkani ko'rib chiqsak bo'ladi. Umumiy hududimizga 3 ta bir xil sotixdan kottedj qurishimiz kerak edi va bo'lish va planirovka qilish jarayonida mijoz shuni taklif qildilarki, 2 sotix investitsiya qilishini va buni 3 ta emas, ya'ni 2 taga bo'lish taklif qildilar. Bitta kattaroq, bitta kichkinaroq kottedj bo'ldi.
Kattarog'da asosiy katta bo'lishi sabab ularga bozor katta kerak edi, chunki aytganimdek tijorat bilan shug'ullanardilar. Tijorat ularga omborxona kerak bo'lgani uchun o'zlarining uylarining bozor qismini omborxona qilib loyihaladi va shu sababli bitta kattaroq uy qilishimiz kerak edi. Sizlar bilan aynan katta uyimizni ko'rib chiqamiz. Uyimizga ko'cha tomondan kiraverishda avtomobil qo'yish uchun joy va asosiy kirishimizga yo'lak, qolgan joyi yashil hududdan foydalandik. Hop, ichkarida bitta mashina uchun sharoit qilganmiz va bu mashinalar turgan joyda garaj, ya'ni bundan bozorga chiqadigan iznamiz bor. O'rtada asosiy kirish kalitka eshigimizdan to'g'ri asosiy uyimizning eshigigacha tropinka berganmiz va shu yo'l bilan to'g'ri kirib boradi. Qolgan joylarda yashil hududni saqlab qo'yganmiz. Brief bo'yicha mijozga yozgi oshxona kerak edi. Biz agarda hovliga yozgi oshxona qo'shadigan bo'lsak, yashil hududimiz deyarli qolmayapti. Shu sababli mijozga terrasa qilish variantini berdik va terrasa qismiga yozgi oshxonani ko'chirdik. Va bu yechim orqali avtomobil uchun joy va alohida yashil hududimiz ham saqlab qolindi. Asosiy uyga kirishimiz bilan birinchi tamburga kiramiz. Tamburda garderob shkaflari va oyoq kiyim almashtirish uchun joylar bor. Bu yoqqa ko'chadan kelgan kiyimlarni, oyoq kiyimlarni qo'yib bemalol ichkari kiradi. Tambur nima kerak? Ko'chadan kelganda kiyimlar haqida qo'yishimiz kerak yoki qishda yomg'irda oyoq kiyimimizni ho'l bo'lib kirgan paytda uy ichiga kirib bormasa, shu eshikning tagida almashtirilib, u yoqga toza bo'lib kirib ketiladi va ikkita eshik qo'yamiz. Sababi sovuq paytlarda hovlimizga skvoznak bo'lmasligi uchun alohida tamburga ikkita eshik berganmiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda oshxonamiz bor. Oshxonamizda barcha kerakli texnikalar qo'yilgan va o'rtada alohida astrovod berganmiz. Bu ovqat tayyorlash uchun ham, ovqatlanish uchun ham foydalansa bo'ladi. Hovlimizning chap tomonida katta o'tiradigan joyimiz bor, umumiy xonamiz va bu loyihamizda asosiy ajralib turgan joyi open space deyamiz, ya'ni oshxona bilan zalni umumiy qo'shib olganmiz. Hududimiz kichkinaligani uchun devorlar to'platilmasdan umumiy katta xona qurganmiz va o'rtaga zina berganmiz. Zina ham shunday ochiq ko'rinib turadi. Va bu zinani biz o'rtaga qo'ygan sababi dekorativniy usulda foydalanib olganmiz. Zinani alohida interyer jarayonida uslub bilan qilinsa, interyerni buzmasdan, nazorat interyeri juda chiroyli qilib turadi. Orqa tomonga e'tibor bergan bo'lsangiz, umuman oyna bermayapmiz, sababi orqa tomondagi qatnov qismi juda faol qatnov qismi bo'lib, shovqinli ko'p bo'lgani uchun mijozimizning asosiy talablaridan biri orqa tomonga umuman oyna bo'lmasin dedilar. Lekin xonalarimiz uchun tabiiy yorug'lik va shamolat uchun kerak bo'lgani uchun biz atriumdan foydalanganmiz. Hovlimizning o'rtasiga orqa ko'cha tomonga atrium berganmiz. Bu atriumda yashil hudud bor va bu zalga katta oynalar bilan va yotoqxonamizga oyna bilan qaralgan. Hovlidan uyga kirganingizda tamburdan chiqishingiz bilan to'g'rida shu atrium ko'zga tushadi va interyeri juda chiroyli ko'rinadi. Va hovlimizda umumiy sanuzelimiz bor. Bu sanuzelda ham alohida ikkita xonali qilib berganmiz. Ya'ni birinchi kirganda qo'l yuvish uchun rakvina bor va undan keyin kirganda dush va unitaz joylashgan. Ya'ni kimdir hammomda bo'lgan paytda qo'l yuvish uchun ham boshqalardan kirib foydalanishi mumkin. Va asosiy hammomimizga hovldan to'g'ridan-to'g'ri kirilmaydi, ya'ni bitta xona orqali kiriladi. Hovl oxirida o'ng tomonda kattalar uchun yotoqxona berganmiz. Bu yerda yosh kattalar uchun foydalansa bo'ladi. Keyinchalik birinchida joylashtirganmiz, zaldan chiqish shart emas. Bu yotoqxonada atriumga oyna bor. Bu oyna katta porgacha bo'ladi va yotoqxonani ichida o'zining alohida sanuzel va garderob bor. Chap tomonda esa zal. Zalga stol qilib berganmiz. Hovlga kirganda devorlar bilan bo'lib tashlamadik, sababi hovlimiz ancha katta ko'rinadi va umumiy yo'nalishimizga ham to'g'ri keladi. Zinadan ikkinchi qavatga chiqqanimizda ikkinchi qavatda asosan yotoqxonani joylashtirganmiz. Atrium ikkita yoniga bolalar yotoqxonasi, hovli tomonga esa katta yotoqxonasi berganmiz, chunki briefda aytib o'tgan edikki, har bir xonadonda ikkita oilaga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Va katta yotoqxonasini o'zining alohida garderobi va sanuzellari bor. Bu chap tomondagi burchakli xonamizda umumiy xona berganmiz va bu shu xona orqali terrasaga chiqish uchun joy bo'lgan. Ya'ni havo yaxshi paytda terrasa tomon bo'lgan eshiklar to'liq ochib olsa, terrasa bilan ushbu umumiy xonani birlashib ketadi.
Va ikkinchi etajlik katta spalniyadan terrasa uchun to'g'ridan-to'g'ri balkonga yo'l berganmiz. Terrasamiz ham anchagina katta. Bu shu terrasa hisobida biz hovlidan ancha joy yutganmiz. Bu terrasamizga yoz oshxona joylashtirdik va o'tiradigan joy va bu yerga bemalol yana boshqa kerakli narsalardan qo'ysa bo'ladi, chunki joyimiz juda katta. Faqat terrasaning bitta minus tomoni bor edi. Bu terrasamiz yana mahalla ko'cha tomonga qarab ochilgan edi va ertaga bu yerdan foydalanayotgan odamlar ko'chadan o'tayotganligi shundan ko'rinib turardi. Va bizning birinchi vazifa bu terrasani alohida yopish bo'ldi. Terrasani yopish uchun biz to'liq devordan foydalandik, ya'ni aynan ko'cha tomondan ko'rish mumkin bo'lgan joyni biz devor bilan yopdik. Tom qismi ochiq o'tiradi, faqat bu devor parda devor sifatida, ya'ni terrasadan foydalanayotgan odamlarga tashqaridagi begonalar ko'zi tushmasligi uchun shu yo'l bilan yopib ketdik. Va bu aynan shu bergan yechimimiz fasad qismida ham o'zini alohida fishkasi bo'lib ketdi. Ushbu planirovkamizni mijozga ko'rsatdik va himoya qildik. Mijozimiz uychilar bilan maslahatlashganda bu planirovkamizning ba'zi tomonlari to'g'ri kelmadi, ya'ni asosiy tomonlari va ularga birinchi o'rinda yoqmagan joyi bu open space bo'lgani, ya'ni xonalar alohida bo'lgani. Asosan ota-onalardan bo'lgan taklif shunaqa bo'ldiki, bu ertaga mehmondorchilik bo'lganda ochiq bo'lishi bizga to'g'ri kelmaydi. Hamma xonalar yopiq bo'lishi kerak dedilar. Va ularni takliflariga ko'ra biz hamma xonalarni yopib chiqdik va ularning takliflari bo'yicha planirovkani o'zgartirdik. Yangi planirovkamiz bo'yicha xonalar joylashuvi qoldi shundoq. Faqatgina shu zalimiz orqa tomonga ko'chdi va atriumni olib tashlab uni zalga qo'shib oldik va hamma xonalar o'zaro yopiq, devor bilan yopilgan va orqa tomonga kichik bo'lsa ham oyna berishga majbur bo'ldik, sababi atriumni olib ketganimiz uchun orqa tomondagi xonalarga tabiiy yorug'lik va shamollatish kerak edi. Ikkinchi qavatda esa hech qanday o'zgarish yo'q. Faqatgina ikkinchi qavatga yana atrium bo'lmaganligi uchun ikkita katta yotoqxona sig'di yana va ikkita bolalar xonasi sig'di. Terrasa qismida va balkonlarimizda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Umumiy loyihamizda faqat shu planirovkada open space yoqmagan, ya'ni hamma xonalar alohida bo'lishi kerak bo'ldi. Bu variantli planirovkamizni mijozga ko'rsatdik, ularga ma'qul bo'ldi va ushbu planirovka tasdiqlangandan keyin fasad qismini eskizini boshladik. Umumiy hududimizda chegarani aniqlab oldik. Chap tomonimizda 9 metrlik qo'shnimizning uyi bor, mana. O'ng tomonda bo'lsa kichkina kottejimiz, yana o'zimiz loyihalovchi kottejimiz bor. Umumiy hududga birinchi navbatda podol qismini joyladik. Podol qismidan keyin sokol balandini aniqlab olib, uning ustiga birinchi qavatni ko'tardik. Bu hammasi planirovka bo'yicha ketyapti. Bu yerda hozir fasadga bog'liq hech qanday amaliyot bajarilmayapti. Faqatgina shu bor loyihani karkasini yasyapmiz. Ikkinchi qavat qo'yildi va barcha qavatlar balandligi 360, ya'ni birinchi qavat poli bilan ikkinchi qavat poligacha bo'lgan balandlik 360 metrga teng. Va tom qismini qo'yib parapet bilan yopdik. Terrasamizni joylashtirdik va bunda ko'rib turibdiki, terrasa tashqari tomondan juda ochiq, keng ko'rinib turibdi. Planirovkamizdagi xonalardan terrasaga o'tish uchun kerak bo'lgan balkon. Terrasa tomonga qo'shni uydan ajratib turish uchun himoya devorini berganmiz va boyga aytib o'tganidek terrasani parda devor bilan yopdik, ya'ni ko'cha tomondan begonalar terrasani ko'rmasligi uchun. Balkonni uning tepasini ham bir xil qilib yopganmiz. Uyimizga kirish asosiy zinalari, yo'llarini hammasi qilindi. Oynalar qo'yilgani va ko'cha devori, ya'ni zabor qo'ydik. Zaborda garajga kirishimiz va asosiy eshigimiz ko'rinib turibdi. Va qo'shni uyimiz bilan balkonni ajratib turadigan alohida parda devor berib olganmiz. Zaborimiz uchun kichkina naves berganmiz, ya'ni eshik tagida kelgan odam turgan paytda yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, pannada turish uchun bu yoqqa alohida tom berdik va zabor tomonini orasini ochganmiz, sababi hovli bilan tashqarida havo almashish uchun. Va kichik detallarni o'sha ishlash jarayonini boshlaganmiz bu yerda, eshiklarni qo'yib, materiallarni qo'yib ichida. Birinchi qavatga kontrast bo'lish uchun to'q ranglardan foydalanganmiz, ya'ni so'qimizda to'q kafel va devorimizda to'q g'ishtdan foydalanganmiz.
Ikkinchi qavatini esa o'zimizdan shu mahalliy travertin materialidan foydalandik. Parapetda travertin toshidan foydalanganmiz va hozirda finalniy ko'rinish va bu to'liq vizualizatsiya ko'rinishi. Asosiy fasadga biz travertin toshidan foydalanganmiz. Travertin toshini terish uslubi o'zimizga kirib kelgan toshda eniga 40 sm, uzunligi har xil bo'ladi. Odatda bu toshlarni gorizontalni qotirishadi. Biz bu noodatiy bo'lishi uchun vertikalni foydalanganmiz va travertinning shoflari hammasi bir xil bo'lib turmasligi uchun 40 sm lik toshimizni har xil razmerli bo'lganmiz. 40 sm o'zi yaxlit qolgani bor, 20 sm ga bo'lingani bor, 10 sm ga bo'lingani bor va buni hammasini har xil qilib kombinatsiya qilib terganimizda o'zgacha qiziq ko'rinishga ega bo'ldi va sşu orasidagi shoflar yaxshi bilinishi uchun aynan vertikalni shoflariga travertin toshda pastga ochilgan, gorizontal shoflarning maksimal bilinmasligiga harakat qilingan. Mijozimizga fasad ko'rinishini ko'rsatdik va ularga yoqdi fasad. Fasad qismida deyarli umuman o'zgarish bo'lgani yo'q va undan keyin umumiy vizualizatsiya ko'rinishlariga o'tdik. Umumiy vizualizatsiyani mijoz ko'rsatganimizdan keyin mijoz loyihani to'liq tasdiqladilar va endi bemalol ishchi chizmalariga o'tsak bo'ladi. Dastlabki ishchi chizimni tayyorlagandan keyin biz sirazi uyimizning hujjatlar jarayonini boshlaymiz, ya'ni kerakli chizmalarni olib, ma'lumotlarni yig'ib, qurilish uchun ruxsatnoma olish uchun tuman arxitekturasiga topshiramiz va tegishli hujjatlarni olganimizdan keyin biz ishchi chizmalarga hujjatlarni birlashtirib mijozga topshiramiz va shundan keyingina mijoz bemalol qurilishni boshlashlari mumkin. Hozir sizga mijozga bergan to'liq albomimizni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib titulimiz bo'ladi. Undan keyin qurilish vazirligidan xulosa va ko'rganingizdek xulosada barcha punktlarda ijobiy bo'lgan va bu asosiy gemplarimiz bo'lgan joylashgan bo'limida tuman bosh arxitektorining imzosi qo'yilgan. Bu degani biz bemalol ushbu qurilishimizni boshlasak bo'ladi. Undan keyin topo xarita topasyon qo'yiladi. Biz buni loyihaga qo'yib ketamiz. Sababi ertaga qurilish jarayonida ustalar kommunikatsiya qatnayotganini bilish kerak. Shu sababli biz loyihaga toposyonga qo'yib ketamiz. Undan keyin umumiy ko'rinishlari, umumiy izometrik ko'rinishlari bu yerda shu ikkita kottejimizni umumiy ko'rsatib ketganmiz. Bosh plan o'lchovlari bilan birgalikda, ya'ni mansablarning o'lchovlari ham bor bu yerda. Podolimizni plani, podolimizga tegishli bo'lgan uzunlar, birinchi qavat plani, birinchi qavat mebelirovkasi, ikkinchi qavatimizning plani va uning mebelirovkasi, alohida uzunlari ham bor kerakli. Va bu tomimizni qanaqa ko'rinishda bo'lgan, ya'ni bu tekis tomimiz bo'lgan va tom chizmasi. Undan keyin fasadlarimizning chizmalari va asosiy qirqimlarimiz. Bu qirqimlar uyimizning balandliklarini aniqlashtirish uchun kerak bo'ladi. Va so'ngida ushbu loyihadan qurilish uchun kerak bo'lgan alohida uzunlar va undan so'ng oxirida vizualizatsiyalarni qo'yib ketamiz, ya'ni qurilish jarayonida qanday bo'lishga qarab ketilayotganini bilish uchun. Va so'nggi varaqamizda va bu albomimizni tugashi. Hozirda bu loyihamizni qurilish jarayoni 70% tayyorlagan. Tashqi fasad bo'yicha faqat shu materiallarni adaptatsiya qilinishi qoldi va tez orada bu loyihamiz bitsa, sizlarga loyihamizning bitgan variantini alohida obzor qilib ko'rsatamiz. Hammaga rahmat. Aham arxitektura jamoasidan bundan yaxshi loyihalarni kutib qolinglar.